Bugun sizlar bilan brow lifting haqida gaplashmoqchiman. Brow lifting, ya'ni qoshlarni yuqoriga ko'tarish amaliyoti. Bu amaliyot yosh tanlamaydi va fasl ham tanlamaydi. Yilning xohlagan paytida qilsangiz ham bo'ladi. Bu amaliyotga qilishga asosiy ko'rsatmalar bu yoshlarda qoshlarning tushib qolishi, bu mexanik, kimik yoki tashqi muhitning ayrim sabablariga ko'ra qoshlar tushib qolishi hisoblanadi yoki tug'ma holatda ham uchrab turadi. Bunaqa paytda ham brow lifting amaliyoti qilsa bo'ladi. Yoki yosh o'tgan sari terining elastiklik o'tib borish ta'sirida qoshlar tushib qolishi kuzatiladi. Bunday holatda ham amaliyot o'tkaziladi. Bu amaliyotda blefaroplastikadan so'ng ham qilsa juda ham yaxshi natija beradi. Chunki ayrimlarda blefaroplastika amaliyotdan so'ng yana qovoqlarning tushib kelishi ehtimolligi kuzatiladi. Bunda asosiy sabab qoshning tushib kelishi bilan baholanadi va shu paytda brow lifting amaliyoti o'tkaziladi. Natija yana ham yaxshiroq bo'lishi uchun. Natija yana ham yaxshiroq bo'ladi ham. Amaliyot mahalliy anesteziya yordamida yarim soat 40 minut davom etadi. Amaliyotdan so'ng klinikadan bemalol uyingizga ketishingiz mumkin va 2-3 kundan keyin ishga ham chiqishingiz mumkin.